Assalomu alaykum podpischilar. YouTube'ga yangi kirib kelyapman. Like bosib, qo'llab turasizlar degan umiddaman. Biz asalari sohasi bo'yicha yuramiz. Asalariga qiziqadiganlar bo'lsa, biz hozir qishki mavsumga tayyorgarlik, ya'ni shakarni suvga aralashtirgan holda mana shunday idishchalar, ya'ni bizning tilda karmushka deyiladi, solib qishga tayyorgarlik, ya'ni oziqlantiramiz buni. Qishga tayyorlaymiz. Har bitta oilani shakar berib qishga oziqasini yig'yapmiz. Berib chiqyapmiz. Har bitta asalarining oilasi, ya'ni semya. 35 mingtadan 75 mingtagacha bo'lgan asalarilar bo'ladi bunda. Balki ko'p ham bo'lishi mumkin, 100 mingta ham bo'lishi mumkin. Kanalimga obuna bo'lib, podpiska bosib qo'llab turasizlar degan umiddaman.